Sharq Turkistonning mustaqillik ruhi. Sharq Turkistonning mustaqilligiga nisbatan Xitoylarning va mustaqillikka ishonmaydigan kishilarning tushunmaydigan masalasi amaliyotda o'xshash bo'lib, Xitoylarning nazarida Xitoylar shuncha kuchli bo'lsa-mu, Uyg'urlarning jinini tikib mustaqillikka o'zini urishi bir ahmoqlikdir. Chunki Uyg'urlarning hech narsasi yo'q. Hamma narsasi bulang-talang qilib etilgan, tilidan tartib yeyish-ichishgacha Xitoylarning kontroli ostida. Ammo o'zlariga qarshi chiqadiganlar to'xtamaydi. O'ltirsa yana chiqadi. Jaddi jamiyatini qirivasimi, boshqa bir yerdan yana chiqadi. Bu qattiq jazolash bilan yoki qo'rqitish bilan yo'q bo'lmaydi. Xitoylar bundaq o'rnakni bak ko'p ko'rdi. Turmalarda bundaq kishilar 100 minglarcha bor. İkinci bir mesele bo'lsa, Uyg'urlar ichidagi sizib berilgan tarixiy ramka va realizmlik nazariyalarga haddidan ortiq muhabbat bog'laganlar va kichigidan Xitoylarning kultur qurshovi va zehn bombardimoniga ko'p uchrab ketganlar. Ularni Uyg'urlarning hech narsa yo'qligi, bu ishning Xitoylardan mustaqillik talab qilish bilan hal bo'lmaydiganligiga tamoman ishinib bo'lgan bo'lib, Sharq Turkiston so'zining siyosiy ma'nosini bilmaydi va masalani uzil-kesil hal qilish tarafdorlaridan bo'lishni xohlamaydi. Ularcha bo'lganda chapon yengishligan Xitoylarga umid bog'lash, mustaqillik yo'lida o'limga tavakkul qilishdan ko'p oqilonalik. Ammo din, millat va kultural bog'lanish masalasiga nisbatan kallasi intayin g'uvo bo'lg'ashqa, Sharq Turkiston tarixini Urxun Uyg'ur xonligidan biroq sakirtib, Sayfiddinning yasalma xiyollarga bog'laydi. Urxun xonligining oldidagi 1000 yil 840-yildan Toshkent konferensiyaga bo'lgan 1000 yildan ortiq tarix ularning zehnida qop-qora bir bo'shliq. Shunga masalaga real qaradim deb, mustaqillik ro'yidan iborat bu tarixiy irodaning real qalblarda va real manglarda uyqularni qochirayotganligidan iborat bu reallikni ko'rolmaydi. Belgi qog'onning asoratda tug'ilib qanday qilib ko'kturukni yangidan qurganligini his qilolmaydi. Chingizxonning yetimlikda cho'ng bo'lib, yo'qsul bir qabiladan dunyodagi eng cho'ng imperiyani qurganligini his qilolmaydi. Hatto Chingizxonning ismining qurtulush marshida bo'lishi ajoyib g'alati tuyuladi. Ishonamanki, Belgi qog'onning davridimi, Chingizxonning davridimi, ularning qalbidagi iroda yangi biq tortganda, ularga hech narsasining yo'qligini, qilolmaydiganligini degan oqillar ko'p bo'lgan. Ular bari haqida qo'shoqlar o'qiydi, ammo ularning o'limga nima uchun tavakkul qilganligini mangu bilolmaydi. Mustaqillik ro'yi insonning o'lishi bilan yoki bir qismining hatto ko'p qismining ishonmasligi bilan yo'qolib ketadigan bir ruh emas. U ruh kishiga dunyoga kelishdan burunli po'lib etilgan bir ruhdir. U ruh tuproq bilan qo'shilib, dunyodagi eng chidamli qo'ram toshlardan mustahkam bir holatga keladi. Bu ruh ajoyib bir ruhki, o'limdan kuch, musibatdan saodat oladigan bir ruhdir. Bu ruh hatto mustaqillik elingandan keyin qiyomatgacha davom qiladigan, Sharq Turkistonning har bir gul-giyohi, qurt va qo'ng'izlari, tog' va bo'stonlardan aks etadigan bir ruhdir. Bizning hech narsamiz yo'q. Shundaq. Ammo qalbimizda iymon, mavjud har turli moddiy qurollarga erishishga imkonimiz bo'lgan aql va idrokimiz bordir. Shunga hech kim Sharq Turkistonliklarni mustaqillikdan voz kechishga nasihat qilmasin. Bu qon bilan kirdi, jon bilan chiqmaydigan ruhdir.